bir avlod o'qimaganlikning, bir avlod kirishib ishlamaganlikning, xizmat qilmaganlikning dardini 7 avlod tortadi. Bu Uyg'urning tarixida, bizning tariximizda qayta isbotlandi. Hozir ko'ryapmiz. Ajdodlarimizning sal qaragan barliq narsalari bizda ifodalanmoqda. Xuddi shunga o'xshash biz bugungi davrdagi yosh qariyalarimiz bor kuchimiz bilan qattiq tirishib o'zimizni asli keltirmasak, mayli iqtisodda, mayli ma'rifda, mayli kichik jamiyatlarni qurishda o'zimiz ro'yxatga yerlarni gullantirishda bo'lsin. Keyingi avlodlarimizning holi bek chataq. Keyingi 7 avlodningki texmo sarson vayron bo'lmasligi uchun qattiq ishlashimiz kerak. Men bir kunda 14 soat, 16 soat ishlayman. Hem bunun davamlılığı uzun bo'ldi. Bu belki pul tepish uchun emas. Shaxsiy hayotdan boshqa arzu qilgan o'rtaq milliy yukselishning yoki gullanishning bir natijasi mevasini ko'rish uchun men bek tirishim deb o'ylayman o'zimni. Hem atrofimda o'zim ko'rayotgan barliq do'stlarim, qarindoshlarimga doim deydiganim, bizga vaqtdan, zamondan ortiq qimmatli bir narsa yo'q. Vaqtimiz ketdi, hayotimiz ketdi. Eng qimmatli narsamiz vaqt, zaman, hayot. Yani hayotimiz biz uchun eng qimmatli. Hayot bo'lsa vaqtdan, soatdan, kundan, haftadan, oydan tashkil topadi. Bu narsa tugidimi, biz hamma narsadan ayrilgan bo'lamiz. Daim deydiganim, bar kuchimiz bilan tirishish, bar kuchimiz bilan emgak qilish, bar kuchimiz bilan ugunish. Xuddi pat arada bizning tirishchanligimiz bek cho'ng natija berdigandek. Va yoki agar qattiq ishlamasak, qattiq tirishchanligimiz, qattiq o'rganmasak, pat arada vayron bo'lib, gumron bo'lib yiqildigandek. Belki nurg'un tirishchanliklarimizning hammasi natija bermasligi mumkin. Ammo u bizga hayotning qaynamlarida kurash qilishni, nurg'un narsalarni tushunishni, atrofimizdagi hayotni, insonlarni, dunyoni, tashqi muhitni, kishilarni, madaniyatlarni, xizmat usulini, texnikalarni tushunishda intayin muhim ahamiyatga ega. Biz ishlamay, qattiq jafoliq emgak qilmay turib, dunyoni tushunolmaymiz, o'zgartirolmaymiz. Nurg'un qarindoshlarimiz men anglagan uchurlarga qaragan chaqda yana nayt yosh turib, nurg'un iqtidor turib, salomat turib, o'zining vaqtini tayinish bilan, yo'linish bilan va yoki emgak qilmaslikla o'tkazyotdi. Bu bek ichinishliq. Bizning kelgusidagi bek ulug'vor mustaqillik g'oyalarimiz hammasi avval o'zimizning hayotimizdagi, shaxsiyatimizdagi mustaqillikdan boshlandi. Hayotimizda, o'zimizning shaxsiyatimizda o'zimiz mustaqil bo'lolmasak, o'zimizning oddiy xususiy masalalarni, oilaviy masalalarni hal qilolmasak, boshqa katta g'oyaviy masalalarni hal qilolmaymiz. Oldi bilan insonning o'zining shaxsiy mustaqilligi bo'lsa, o shaxsiy mustaqilligiga asosan biz o odamning bir jamiyatga ve bir milletga, bir xalqning mustaqilligiga to'p qo'shadigan cho'qim ishimiz. Vaholanki bizning ko'rayotgan milletimiz unday emas. Biz daim o'zimizga qo'yadigan savolimizda, men ilgari degan daim degan ikki savolim deb bir video ishlagan, shunda bir degandim. Eng zo'r tirishchanligimiz mushumi. O'zimiz uchun va boshqalar uchun qo'limizdan keladigan eng zo'r iqtidor mushumi. Agar qo'limizdan keladigan eng zo'r tirishchanlikni va qo'limizdan keladigan eng zo'r iqtidorni reallikka oshirsak, balkim biz nurg'un o'zgartishlarni yapib olishimiz mumkin. Men shuning ishini chet elda yashayotgan Uyg'urlar o'zidagi yoshirin iqtidorning 10%'ni ishiltib baxmidi. Mayli ular yeni hayot qurishda olsun, aile qurishda olsun, pul tepishda olsun, bilim egallashda, o'zini shaxsiyat tiklashda olsun va yoki millatning xizmatini va vatanning xizmatini qilishda bo'lsin, bu jihatda 10% yoshirin kuchini, talantini joriy qildirib baxmidi.
ve şundaqla chet eldeki Uygurlar özünün tirişçanlığının 10%'ini qilib baxmadı. Qo'ldan keladigan iqtidorda yani 90% iqtidor bor. Tirishchanlik qilaman desam, 90% tirishchanlikda bo'shliq bor. Agar biz qo'limizga keladigan tirishchanligimizning yana 50%ni qilsak va qo'limizga keladigan vaqtning 50%ni ko'proq tirishchanlik qilgan bo'lsak, hamga qilsak, biz zo'r o'zgarish paydo qila olamiz. Men bunga ishonaman. Yeah, you're good. We're good.